Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizda 38-elementi stronsiy bilan tanishamiz. Stronsiy Shotlandiyadagi Strontian shahri sharafiga qo'yilgan atom raqami 38 bo'lgan kimyoviy elementdir. Stronsiy Sr belgisi bilan ifodalaniladi. 1790-yili Shotland olimi Adair Crashford tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 38, atom massasi 88, normal sharoitda stronsiy qattiq, rangi oq kumush rangda, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1, qaynash temperaturasi 1655 Kelvin yoki 1382 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 1050 Kelvin yoki 777 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 2,64 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Stronsiyning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, stronsiyda kimyoviy belgisi Sr, atom tartibi raqami 38, nisbiy elektromanfiyligi 1, atom massasi 88, elektron konfiguratsiyasi 5s2 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, mana shu stronsiy bo'lagi massasi 20 gram, yuzasi 2,5 cm kvadratni tashkil etadi. Sofligi 98% bo'ladi. Atom tuzilishida 38 ta elektron bor. Mana shu elektronlar atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 38 ta protoni bor va 50 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun stronsiy haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.